طالب العلم شمر فما تنال المعالي. Hofiz ibn Javziy rahimahulloh aytganlarki, men o'zimga o'xshagan talab ilmlar bilangina hamsuhbat bo'lib aralashib yuraman. Ya'ni mana bu talab ilmga ajoyib yo'llanmaki, talab ilm odam o'zini atrofdagilarga bir qarash kerakki, kimlar bilan hamsuhbat bo'lib yuribdi. Doim uni dunyoga qiziqtiradiganlar bilanmi yoki fahsh munkarga qiziqtiradiganlar bilanmi yoki dangasalikka tortib turadiganlar bilanmi? Ya'ni odam o'ziga o'xshagan talab ilm bilan yoki talab ilm bo'lmasa ham oddiy musulmon kishi Allohdan qo'rqishga chaqirib turadigan, Allohni eslatadigan taqvodor birodarlar bilan hamroh bo'lish kerak. Ya'ni yo'nalishi bir xil bo'lgan, maqsadlari bir xil bo'lgan odam bilan hamroh bo'lsa, yana ham oldinga qarab yuradi, rivojlanadi. Hatto Hofiz ibn Javziy rahimahulloh aytganlarki, ma xolattu la'aban qattu degan. O'yinga berilgan o'yinchi odamlar bilan aralashib yurmadim degan. Ya'ni ba'zilar o'zi talab ilm bo'ladi yoki vaqtlarini g'animat biladigan kishilar bo'ladi. Buni hamrohlari tortib ketadi. Hamrohlari shu ilmdan chalg'itadi. Endi Qur'on o'qiyman desa, birodaringiz chaqirib qoladi, haqiqiy futbolga bugun futbol bor edi, bormasang bo'lmaydi. Yoki o'rmonga ketish kerak edi, toqqa chiqish kerak edi va hokazo. Ya'ni bekorchi ishlar bilan, o'yin kulguga berilgan odamlar bilan aralashib yurmadim degan. To'g'ri, endi bu albatta o'zini vaqtida dam olib turishi, bu boshqa mavzu. Lekin umumiy hayotda bir maqsad qo'ygan odam o'yinchi odamlar bilan birga yurmaydi, aralashib. ويكسيك تاج الحور والحلل